Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. 2024-yil may oyida tushgan bir savolimizni ishlaymiz. Xo'p, bu savol juda ko'pchilikni o'ylantirgan va yechishda qiyinchiliklarni sezgan. Ya'ni ko'rinishdan kvadrat tenglama, ya'ni bilamiz, desmiz ishlatadimikin, diskriminant ishlatadimikin, vet ishlatadimikin degan savollar rizqi keladi. Men undan ko'ra osonroq yo'lni o'rgataman. Xo'p, demak birinchi tarjima qilamiz. Which of the following expression? Which degani qaysi degani? Qaysi? Of bilamiz, ning degani. Following expression, ya'ni quyidagi ifoda. Has. Xo'p, bilamiz, has, have, bor degani. Have, has, bor. A factor. Factor degani ko'paytuvchi degani. Ko'paytuvchi x plus 2b. Demak, quyidagilarning qaysi birining ko'paytuvchisi x plus 2b? B is a positive integer. B positive integer, ya'ni pozitiv bilamiz, musbat degani. Integer degani butun son degani. Butun son. Constant, ya'ni nima? O'zgarmas. Demak, B bu yerda o'zgarmas butun son ekan. Demak, qaranglar. Xo'p. Men qarasam, hammasini boshi bir xil va oxiri ham bir xil. Kvadrat tenglamada bilamiz, ikkita yechim bo'ladi, ko'pi bilan. Endi bitta yechimi x plus 2b bo'lsa, ikkinchisini o'ylayman. Men x ga nimani ko'paytirsam 3x kvadrat bo'ladi. Albatta 3x. To'g'rimi? Okey. Plus. Endi qaranglar. 2b ga nechini ko'paytirsam 18b bo'ladi. 9 bo'lardimi? Xo'p. Endi men kvadrat deganimda qavslarni ochib chiqaman. Ochib chiqsam 3x kvadrat plus 9x plus 6bx, ya'ni plus 9 kere 2 18 18b. Endi qaraymiz. Boshi bilan oxiri nima bo'ldi? Bir xil bo'ldi. Endi men buni yana soddalashtirishim mumkin. 3x kvadrat plus ikkalasidan x chiqarib yuborsam 9 plus 6b plus 18b. Hop. Endi ayniya degan narsani bilamiz. Ya'ni noma'lumlar oldidagi sonlar teng. Tenglikda o'ng va chap tomoni teng. 3x kvadratlar teng, 18blar teng. Tashlab yuboraman. Men x oldidagilarni tenglayman. Bu yerda x oldidan nima kelyapti? 9 plus 6b kelyapti. Bu yerda 9 kelyapti, 24, 30, 39. Xo'p. Men birinchi ajobdan boshlayman. 9 plus 6b tenglik 9 ga. 9 bu tomonga bo'lsam 6b teng 0. Bu yerdan b topsam 0. Demak, b 0 chiqdi. Lekin men buni javob qilib ola olmayman. Sabab pozitiv, musbat butun son degan. Bu musbat butun son emas. Endi ikkinchisi. 9 plus 6b tenglik 24 ga. Xo'p. 6b teng baqa bo'lsam 15. Bu yerdan b topsam 15 ni 6 ga bo'lsam 2,5. Demak, 2,5 chiqdi, musbat son, lekin butun son emas. Demak, bu ham chiqib ketdi. Xo'p. D javob topib ko'ring. 6 plus 9b teng 39. Bu yerdan
teskarisini yozib qo'ydim. 9 plus 6b teng 39. Demak, 6b teng bu tomonga minus o'tadi 30. B teng 5 degan javob chiqadi. Ya'ni 36 ga bo'lsak 5. Xo'p, ham musbat son chiqdi, ham butun son chiqdi. Demak, men shundan foydalanib D javob olsam bo'ladi. Xo'p. Demak, misolimiz javobi D javob. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar.